Assalomu alaykum. Ahmadboy Uz kanalining eng ashaddiy obunachilari. Bugungi kunimizda mana shunday qisqacha video bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizda mana shunday boq sirlarini sizlarga shunday ma'lumotini beramiz, hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizda mana shunday qisqacha video bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizda mana shunday o'zimizni qo'y boqadigan, yem beradigan vaqti bo'lib qoldi, hurmatli obunachilar. O'shanga barab emas alik qilyapti, hurmatli obunachilar. Mana shu yerda bir 100 tacha qo'y bor, hurmatli obunachilar. O'rtog'im yo'q ekan. Bugungi kunimizda o'zim ma'lumotlarni beraman, hurmatli obunachilar. Mana shu bugungi kunimizda mana shu hurmatli obunachilar, mana shular so'liqlar 8 ta, 6 ta tushlik qo'ylarimiz, mana so'liqlarimiz, hurmatli obunachilar mana. Mana shularni boqib, mana shunday oriqlig'ida olib kelib, hurmatli obunachilar, boqib, mana shunday semirtirib sotamiz, hurmatli obunachilar. So'ydirib so'yib olib ketishadi, hurmatli obunachilar. Bozorga olib chiqib sotamiz, hurmatli obunachilar. Mana bunaqa. Bugungi kunimizda mana shunday mana. Moshni ahna yeb qo'yadi kechgacha mana. Mosh po'chog'i yaxshi bilmayman, hurmatli obunachilar. O'rtog'im yo'q edi, nima beryapman? Mosh bor ekan mana, hurmatli obunachilar mana. Mosh, makka, bug'doy beriladi, hurmatli obunachilar mana. Shunday. Mana o'rtog'im asha YouTube'ga chiqarib beradi, hurmatli obunachilar. Mana toza soriqlardan olib keladi. Qo'ydi qaranglar, kalla boshlarini ham, quloqlarini ham zo'ridan olib kelgan o'rtog'im. Qo'ydi. Qaranglar. Sipatidan ta qo'ydi. Mana hurmatli obunachilar, qaranglar, sifatni qaranglar. Sap-sariq zo'ridan boqaman degan obunachilarimizga qaranglar. Ya mashalloh mana. Qaranglar qo'ylarni. Mana monosini qaranglar, quloqlarini ham girbuzlarni ham qaranglar, qaranglar hurmatli obunachilar, toza soriqda mana qaranglar. Zo'rlarida mana. Hurmatli obunachilar. Nomerlarni qoldirib ketaman, hurmatli obunachilar. Qo'ydi qandaqasini so'rasalar, qisir desalar, qisiridan hammasidan to'p beradi o'rtog'im. Hozir yo'q ekan, Toshkentga ketdi, hurmatli obunachilar. Qirg'izistonga ketyapti ekan, hurmatli obunachilar. O'shanga qo'yog'ani ketdi, hurmatli obunachilar. O'zi ma'lumotlarni beradigan bo'ldi. Mana. Hurmatli obunachilar mana qisirlarida mana so'ragan obunachilarimizga mana. Sotiladi ham, taroziga ham qo'yib beramiz. Hamma yo'g'a qo'yib beramiz, hurmatli obunachilar mana. Tozalab, ukasi gapgacha yo'g'roq, hurmatli obunachilar mana. Zo'rlaridan so'ragan obunachilar mana. Yetilib qolgan joylarda mana. Hamda sotiladi. Haligi ham hurmatli obunachilar ma'lumotdan bo'ladi. Yeri moshpalak beriladi. Asosan makka beriladi, bug'doy beriladi. O'shani pishirib beramiz, hurmatli obunachilar mana. Qaranglar qo'yiladi. Zo'rlaridan ta mana qaranglar. Mana qo'z so'ragan obunachilarimiz mana. Shular baqiladi ham, haligi ham qiladi, o'liga ham berishadi, hurmatli obunachilar. O'liga ham hammasini berishadi. Mana shunday sotiladi ham, hurmatli obunachilar mana. Zo'rlaridan boqib tashab qo'yaman degan obunachilarimizga mana. Yeb ichib turgan yerda mana. Qo'y o'liga ham yeydimi degan obunachilarimizga mana. O'lik yeyib turgan joyda aniga. Nima deydi? Aligita, hurmatli obunachilar, shipirgini nassasi. Mana qaranglar. Shipirgin deymana. Hurmatli obunachilar mana qaranglar. Mana. G'o'zapayani qoldig'i mana. Hurmatli obunachilar, yeb turgan joyda mana. Mana maydam soriqlardan bu mana hurmatli obunachilar. Mana shundaqa boqiladi, hurmatli obunachilar mana. O'liklarni berib shunday qilib boqiladi, hurmatli obunachilar mana qaranglar mana. Soriqlarim. Shunday qilib boqiladi, hurmatli obunachilar. Ana qimmat yem beramanmi degan obunachilarimizga mana. Bug'doy mana o'lik beriladi, Ismoil. O'lik mana bug'doy makka beriladi. Pishirib berasizlarmi? Pishirib berish ekan, hurmatli obunachilar mana. Ikki mahal ertalab kechqurun, ha? Soat 7 da qarasa, keyin yana kechqurun 6 da qarasa yaxshi bo'ladi. Qolgan payt suv joyida tursa, hurmatli obunachilar, yeb ichib yotaveradi. Soat 7 da bersalar, keyin kechqurun 6 da bersalar, shundaqa vaqt qo'yib olasizlar, hurmatli obunachilar. Qaranglar, o'likni ham haligi bir mashinasini katta KAMAZdagini ham 1,5 millionga tashab ketadi, hurmatli obunachilar. 1,5 millionga berib ketadi, katta mashinadagini. O'likni. Ha? Mana. Ukasi aytib beryapti, 1,5 millionga beradi mana shu. Katta mashinadagini, zildagini bosib olib kelgan aligilarga mana shunday og'zdan baqish sirlarida, hurmatli obunachilar. Mana qaranglar. Qo'ylar sotiladi, sotilaveradimi? Sotilaverar ekan, hurmatli obunachilar. 100 tacha qo'y bor. Qo'chqor kamrog'i, hurmatli obunachilar, dadalari. Haligi so'liqqa qiziqadilar, so'liq mana shug'ullanadi. So'liqlar ham sotilaveradi, hurmatli obunachilar. Mana moshni
Ash ertalab tashab qo'yilgan mosh mana. Endi shu qolibdi, hurmatli obunachilar. Mana shuncha qo'rada mana mashaydan mashaygacha, o'na shaqacha. Qarang, hurmatli obunachilar. Masofasi 10 metr, mashincha qolibdi, hurmatli obunachilar. Ertalabdan kechgacha endi jodida kesib berishadi. Haliga drabilka yo'q, hurmatli obunachilar. Drabilka endi olishadi. Endi erta-bettaga olishadi, hurmatli obunachilar. Mana qilib mayda-mayda drabilka ham bor, hurmatli obunachilar. Mana chiqarib berishadi drabilka. Vulqon drabilkalari deb yozsalaring YouTube'da chiqadi, hurmatli obunachilar. Drabilkani qandaqasidan so'rasalaring, o'shandaqa drabilkalar bor. 2 million deslam har xildan bor drabilkani ham. Do'stlar, hurmatli obunachilar. Vulqon Uz kanaliga shunday yozsalaring YouTube'da chiqadi, hurmatli obunachilar. Qandaqa drabilka, mana hayonim ko'p, qo'yimga, molimga degan obunachilarimizga shundaqa drabilkalarimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Zo'rlaridan mana, hurmatli obunachilar, qo'ydi boqib turgan joyidan em berishadigan vaqtga keldi. O'shanga barab ala qilishyapti, hurmatli obunachilar. Bugungi kunimizda mana shundaqa qisqacha video bo'ldi, hurmatli obunachilar. Shundaqa videolarni like bosib, kommentariy yozib, otangga rahmat deb yozib ketsalaring bo'ldi, hurmatli obunachilar. Obuna bo'lishlaring eslaringdan chiqmasin, hurmatli obunachilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Qaranglar mana. Qo'ylarni ham zo'rlaridan olib kelgan to'g'ri mana. Qaranglar. Zo'rlaridan sifatini ham ko'ryapsizlarmi? 1 metr chiqadi mana shu qo'ylar. Hurmatli obunachilar, qaranglar. Bugungi kunimizda mana shunday qisqacha video bo'ldi, hurmatli obunachilar. Like bosib, kommentariy yozib, otangga rahmat deb yozib ketsalaring bo'ldi, hurmatli obunachilar. Obuna bo'lishlaring eslaringdan chiqmasin.